Basseynda har bir suvni almashtirish joyingizga tekkan bo'lsa, buni maxsus o'zini ximikati bor. Shu 3 tasi bitta. Algitsid degan ximikat bu nima qiladi desangiz, kirni pastga cho'ktirib beradi. Bakterisaid degani bu bakteriyalarni yo'qotib, hidlanishni oldini oladi. Flagman bu suvingizni rangini ko'kartirib beradi. Siz katta basseynlarga borganingizda rangi qirqmay turadi va aslida shu ximikat bilan qilinadi bu ishlar. Bizda bor bu mahsulot. Pastki raqamga qo'ng'iroq qilib yoki Telegram kanalimizga kirib buyurtma bersalaringiz bo'ladi. Ko'pchilik o'ylaydi, buni qo'shsak ximikat bo'ladi, bolalarimizga qo'rqamiz deb o'ylaydi. Yo'q, aslida ommaviy cho'milish joylarida ko'p joyda shunaqa ximikat ishlatiladi. Bu standartlarga javob beradi. Faqat buni shartiga amal qilish kerak. Buni qilganingizdan keyin 7-8 soat suvga tushmasligi kerak. Basseyngizni pokiza saqlab berishga yordam beradi va suv uvol bo'lmaydi. Asosiysi shu. Suv uvol bo'lmasligi uchun.